yapaman o'xshatib, rapidani qaqshatib, nan yapaman o'xshatib, rapidani qaqshatib. Enam aytsam etmaydi, enam Og'izda eriydigan, ming dardga davo bo'ladigan patr tayyorlaymiz. Retsept juda ham oson. 1 stakan iliq sutga 1 osh qoshiqda droji, 1 osh qoshiqda tuz solib, 200 gram margarinni eritib solamiz. Orqasidan 500 gram unni elab solib, yumshoqqina xamir qoramiz. Xamirni 10 minutcha mushlab, orqasidan bir tarelkada pishirilib qovurilgan yong'oq solamiz. Eng zo'r joyi xamirni oshishini kutmaymiz. Menda shu masalliqdan 4 ta kichkina patircha chiqdi. Chiroyli chiqishi uchun chekkalarini gullab olamiz. Chiroyli patirchalar yasab 200 gradusga 30 minutga duxovkaga jo'natamiz. Og'izda eriydigan 10 kun tursa ham qotib qolmaydigan patirchalarimiz tayyor bo'ldi. Videomiz yoqqan bo'lsa yurakchani bosib keting, xursand bo'laman. Sıkınan yapkanı kol